Binoning üstünki qavitidan pastga og'amchida tushayotgan askarlarni ko'rganimizda hayron qolamiz va ularga olqishlar yangratamiz. Ajaba bir o'mechikning qig'ini askarninkidan texmo bak mukammal ish emasmi? O'zi to'qigan yip bilan bir sakrab pastga tushib, bir sakrab yuqoriga chiqadi. Bir askar hargizmi o'mechikning tezligiga yetolmaydi. Balkim u o'mechikka shogird bo'la olishi mumkin. O'mechik o'ljisini o'lash uchun to'ri bilan o'zini daraxtga bog'laydi va o'ljining ustiga o'zini otadi. Uning to'qigan to'ri ham o'zini hamda o'lg'an o'ljisini ko'targidek sog'lomdir. O'ljisi uning to'riga choplashib qolganda, u putiga surgan suyuqlik orqali choplashib qilishdan qutuladi. O'mechikda bo'g'inidek biz bu olamga tafsiliy qarab chiqadigan bo'lsak, shuni ko'ralamizki, har bir maxluqning o'ziga oid bir vazifasi va o'ziga xos hayot faoliyati bor. U maxluq dunyoga kelishi bilanla o'z vazifasini o'rindashga boshlaydi va hayot faoliyatiga to'liq moslashadi. Xuddi boshqa bir dunyoda tarbiyalanib kelgandek, vazifasida qaymoqib qolmaydi va asla voz kechmaydi. Mana bu holat shuni isbotlaydiki, parda oqisida ularni tarbiyalagan, ularga vazifalarini o'rgatgan va ularni o'ziga xos bo'lgan hayot faoliyatlariga muvofiq qilgan bir zot bor. U zotning mavjudligini qabul qilmay turib, ko'z oldimizdagi bu tarbiyani izohlash asla mumkin emas.